yil, 60 yil, 70 yil yeb kelgan ovqatinglar bormi? Yaxshisi yomoni bormi? Harom xariji bormi? O'sha yemoqqa qusmog'i bor. Bitta narsani mas'uliyatini olinglar. Ichinglardan tushayotgan axlatinglar bor-ku, ichinglardan chiqayotgan axlatinglar, taninglardan chiqayotgan bu hidlar, bo'g'imlardagi tuzlar, buni doktor, yoki tabiblar ichinglarga, og'zinglarga tiqib qo'ymagan. Buni o'zinglar qo'linglar bilan olib, og'zinglarga tiqqansizlar, lekin chiqarmagansizlar. Hojatga borganinglarga ham charchab ketyapsizlar. Qanaqasi? Saqlab o'tiringlar cheginglardagi axlatinglarni, miyanglardagi musorlarni dimlab o'tiringlar-da, bir umr kasalvon yasab yuringlar o'zinglar. Ichinglardagi pretenziyalar, mana miyanglardagi turgan axlatlarni oldin tozalab olinglar. Nima mas'uliyatini shunday olib vrach bo'yniga qo'yib qo'yishinglar, bu eng ahmoqgarchilik bo'ladi. Insulininglarni quchoqlab olib, gormoninglarni quchoqlab olib, bir paket doringlarni quchoqlab olib, mashina o'xshab olgansizlar. Yaxshilik tilab, haqiqiy shifo yo'lida tuzalib ketib, har tomonlama bir sog'lom, baxtli bo'lishingiz uchun ikkita yo'l turadi. Haqiqiy shifo yo'li bu Alloh buyurgan